Anda şu nima harbiy tuzum, intizomningmi bu Qur'onni o'qiyotgan vaqtda men ajoyib ta'sirlandim hamda. O yo'ldan chiqqan, mushu bir ishga albatta bu bir ibrat bo'ldi-ku bu xalqimizga. Bu kitobni qaytadan bir o'quvchi deb ilishigimiz sabab bo'ldi. Shu darajada hamda davrning balkim shu davrdagi hech bir armiyada bunday bir qattiq tuzum bo'lmasligi mumkin deb o'yladim men. Bu harbiy intizomning qattiqligiga hamda. Türkiye Cumhuriyeti'ninki harbiy nimalarga balki biraz o'xshatdim hamda o kadar ching hamda yo'ldan chiqqanlarni, xalqqa qalaymiqan yo'lda manganlarni, xalqqa tajovuzchilik qilganlarni jazolash nuqtasidan shu bir ishga og'iz bu harbiy intizomning ching bo'lishidagi sabab haqida bir to'xtalgan bo'lsangiz. Hamda Sharq Turkiston Cumhuriyeti Armiyasininki harbiy intizom qoidalari bular resmi bir muntazam devlet armiyasının kaide tüzümçü o. Nait Polat'taki intizam var. Bu Polat'taki intizam harbiy kaidenin mutlak köp kısmı şu vaxtdaki Sovet armiyasınınki harbiy intizam kaidelerini onun harbiy intizam kaidegin nait molçu mezmun dairesi bek inçik olur. Resmi bir kanun o. Her kandak asker ofitser onu ügünüdü. Bunu harbiy mekteplerde okutudu ulanı. Bunun da en akallisi en töven bir aqalli uning intizomlari bo'ladi. Birisi asirlarga qo'l tekkizmas, asirlarni o'ltirmaslik. Demak, qurol tashlab taslim bo'ldimi, uning o'q chiqarmaysan. Ikkinchisi, anadan keyin fuqarolarga chiqilmaysan. Fuqarolarning mol-mulki, fuqarolarga jismoniy jihatdan va boshqa jihatdan hujum qilishga bo'lmaydi. Ularning mol-mulkini elib olishga bo'lmaydi. Hatto jang maydonida qo'lga tushgan urush g'animatlarini o'zining qilib olishga bo'lmaydi. Buning hammasini qo'shinga hukumatga topshirish kerak. Shunga o'xshash nayt bir yurish harbiy ustav deydi. Bu ustav qoidalari bor bularninki o'zlari tuzib chiqqan, albatta boshqa davlatlarning armiyalarining ba'zi qoidalarini olgan Sovet armiyasi va boshqa armiyalarning albatta uning harbiy maslahatchilar bo'lganligi uchun ular shunday ba'zi maslahatlarni ko'rsatdi. Umuman Sharq Turkiston Cumhuriyeti armiyasining intayin ching harbiy intizom bo'lgan. Bu harbiy intizomning birisi aşı harbiy intizom xiloflik qilganlar cho'qim jazolanadi. Cho'qim eng og'ir jinoyat o'tkazganlar etiladi. Masalan, bir qancha qatim shu bosqinchilik jinoyati bo'lgan. Shu askarlar hatto jangda noit qahramonlik ko'rsatgan, boturlik medal olgan jangchi shu askar. Shuni akilib, qo'shinning oldida harbiy sotning, harbiy taftishning tekshirishi, harbiy sotning buyrug'i bo'yicha naq maydonda etib tashlaganda uni. Çünkü armiyanın süptünü inovatiga daxl yetkazdi-da o og'ir jinoyat. Uning qahramonligi muhim emas. Mana mushunchalik armiya bo'lgan. Shuning uchun Sharq Turkiston armiyasini butun xalq himoya qilgan, butun xalq so'ygan, har qanday millat hurmat qilgan, barlig'ini ato qilgan, uningga yordam qilgan. Aksincha Xitoy qo'shinlari bo'lsa, shunchalik jiq bo'lsa-mu soni, ularni xalq nafratlangan, o'ch ko'rgan, ular xalqni vaqtga otgan, chapgan, haqoratlagan bo'lganligi uchun ular bütün ili Tarbağtay Altayılda kaçıdığan yer yok, ularga müküdüğen yer yok, talan taraj uçurgan. Onunla her qanday milletninki düşmeniga aylangan. Xalqning qo'llashi girişamigan. Shuning uchun uning soni ko'p bo'lsa-mu, qurollar kuchli bo'lsa-mu, xil bo'lsa-mu, u intizomi bo'lmagan, bir sifat bo'lmagan askar bo'lganligi uchun uning mag'lub bo'lishidagi yana bir omil shu. Sharq Turkiston armiyasining g'alaba qilishidagi qurollar Xitoy armiyasininkidan ojiz uninki. Kim? Adam sanımı az hatta. 2-3 yası az. Şunda buluşa qaramay g'alaba qila olishdagi sabab omillarning biri Sharq Turkiston armiyasining nait mustahkam ana shu harbiy intizom qoidasi. Ikkinchisi ham uningdagi qahramonlik ro'yi. Har qanday Uyg'ur musulmon askari jangga kirishdan burun ularning hammasininki oldidan namozi tushiriladi. Askar musulmon askarlarning hammasi jangga otlanishning oldida polklarda axuni batalyonlarda batalyon imamı bo'ladi. Rotalarda diniy odamlar bakan tuxan shu polkovnik unvoni bilan taqa. O diniy odamlar bir polkda polkning komandiri, polkovnik komandiri, uning ma'vin polk komandiri bo'ladi. Anda ma'vin polk komandiri darajasida ya mayor ya podpolkovnik unvonida polk axuni bo'ladi. Andan siyosiy komissar bo'ladi. Siyosiy komissar bo'ladi, siyosiy bo'lim boshlig'i bo'ladi. Bular hammasi birlikda boshqaradi. Ama askerlerge mecburi namaz okutadigan,
mecburlaydigan iş yok. Hemmisi özününki ahvalıga qarab iş qiladi. Urush vaqtida mecburlamaydi qoida. Balki bir-biriga unda qilmaydi. Eng barobarlikda ep mangadi bular. Bu axullar, polik axullari rasmiy urushda o'lganlarning hammasini to'plab, butun birlikda namozini tushirdi. Uningga u qo'shinda rus askarlari, rus komandirlari ya Mongol u bu bo'lsa, ularni o'lsa, o'zlarining qoidasi bo'yicha ularni dafn qilish ishlariga yo'l qo'ydi. Ularning o'zlarining poplari, o'zlarining lamalari bor. Ularga unda yo'l qo'ygan. Mandaq hal qilgan masalalarning hammasida ayol jangchilar, har bir qo'shinda har millatdan Uyg'urlardan Tatar, Qozoq hammasidan ayol jangchilar bor. Erlar tang hemşireler şu ulan hakikaten bek ta'sirlik ya. ayollarni bir chetga jang maydoniga bosing deydigan ish yo'q. Hammasi erlar tang yarda erlarni ko'tarib jang maydonlaridan qaytirib chiqadi. Tangidi yaralarini. Shunda. Demak, mushunlarning hammasini Sharq Turkiston hukumati İlhan Ahmetcan Qasimiy va boshliq Sharq Turkiston hukumatining rahbarlari mana eng to'g'ri hal qila olgan. Mana bu g'albining shu vaqtdagi milliy armiyaning g'albi qila olishidagi qahramonlik, boturliklaridan boshqa alayda intizom va alayda ruh bu nihoyat muhim omil bo'lgan. To'g'ri bir siyosat. Hakikaten. Doktoram da hakikaten mushu Qur'on o'qiyotgan vaqtida bu men mushu ekrandan dunyoning nurg'un joylarida yashayotgan nini puldarlarimiz var. Ya bu sahneler bugün şu muhaciret hayatımızda şunu bugün dünyada mesela Türkiye en şu film cihatte tarihi filmlerini işleşti. Dünyanın aldığın Katarık devletlerden biri olup gidiyordu. Bu aynen şu devredeki kiyimler bilen bunu pullu boz iştigili buldu şu anda bu. Bu tarihimizni bu film işlesem her kanda hem de insanın yürük yerilip gidecek bir film bulduk yani bu cariyaların hamısı. Çağırımız mı şu ekrandan mı şu halkımızın puldarlarını. Bu acayip bir iş oldu hem de bu milleti kılıngan.